bu ko'rib turgan tillo gullaring faton deyiladi. Bu ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Plafon va umumiy ko'rinishi o'rstikloli yonadi. Bunaqangi shaklda aynan shunaqa o'rnatganingizda patologda 170 sm qismini ya'ni to'ldiradi. Assalomu alaykum, O'rmon kompaniyasi YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar uchun yana bitta yangi lyustramizni obzorini qilib beramiz. Ungacha siz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki shunaqangi yangidan yangi lyustralarimizni o'tkazib yubormaslik uchun. Demak, biz boshladik. Bu lyustramizni ikki xil modeli bor, ya'ni ikki xil shakli bor. Birinchisi yumaloq, ikkinchisi to'rtburchak. Demak, to'rtburchakdan boshlaymiz. Xo'p. Bu tarafda 4 xil rangi bor. Buni bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Bu umumiy oq ko'rinishi. Bu lyustramiz MDF dan ishlangan, to'liq MDF dan ishlangan. Xo'p, hozir joylashtirib olaylik. Xo'p, mana bu qismlar MDF, mana bu ko'rib turgan tillo gullaring faton deyiladi. Bu ham o'zimizda ishlab chiqariladi. Razmeri 120. Hammasini yumalog'ini ham to'rtburchakning razmeri 120 bo'ladi. Xo'p, plafonlarga kelsak, 4 ta plafoni bor. Umumiy kichkina 4 ta plafon, o'rtasida kattaroq plafoni bor. Va to'liq ko'rinish qismi o'rstikloli yonadi. Ya'ni bu yanada yorug' bo'lish uchun yordam berilgan. Tepada o'rnatib qo'yganmiz. Xo'p, bu oq rangi. Tepani ko'rsatyapsizmi Elbek aka? Xo'p, bu oq rangi bo'ladi. Bu endi mokriy rangi. Buni ham o'sha razmerlari, umumiy ko'rinishlari hammasi bir xil. Bu mokriy sveti. Bu deylik o'zingizni patologingizga, umumiy dizaynga moslab rangini tanlab olsangiz bo'ladi. Agar deylik menga oqni o'zi ham emas yoki mokriyni o'zi ham emas, boshqacharoq rang desangiz. Xo'p. Bu yerda chetlari mokriy, o'rta qismlari oq, yana mokriy rangda ishlatilgan varianti bor. Buni ham o'zingiz patologingizga moslab olsangiz bo'ladi. Bu o'sha tunkafon qilmoqchi bo'lganlarga juda mos tushadi. Bizdan olish shakilda ham aynan shunaqangi joylarga qo'yishyapti. Patologda lekin juda ham ochib beradi. Xo'p. Endi bu aynan shunaqangi aralashgan rangda deylik bunda tepasi mokriy bo'lsa, endi bunda tepasi oq, o'rta qismi mokriy, yana o'rta qismi oq. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli. Eslatib o'tamiz, bu MDF mahsulotlarda yoki umumiy faton mahsulotlarida hammasini o'zimiz O'rmon kompaniyasida ishlab chiqaramiz. Ya'ni tan narxi ancha arzon, shuning uchun eng hamyonbop narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu tarafda yumaloq modelimiz. Qanaqa? Venera. Modelimizning nomi Venera ekan. Bu to'rtburchagi ham Venera. To'rtburchagini high-tech deb biz, bunisi Venera ekan. Bunisi endi sal milliy gullarimizga tortgan. Ya'ni o'tovda gullarini beryapti. Juda ham chiroyli qilib ishlangan umumiy MDF va faton gullar. Bu tarafda to'rtta qismga plafonlar qo'yilgan, kichkina plafon, o'rta qism plafon va umumiy ko'rinishi o'rstikloli yonadi. Xo'p, bu mana tepasi oq, bu biri mokriy va umumiy oq ko'rinishda qilingani. Xo'p, bu tarafda oq mokriy bor. Mana. Bunda endi mokriy rang ko'proq ishlatilgan. Mana bu yerlar, ya'ni o'rstiklo qismi oq ko'rinadi. Endi chiroq yonganda yana ham chiroyli bo'ladi. Xo'p. Bu o'rnagan joyini ko'proq ko'rsatsangiz belki. Bu yumalog'i o'sha Veneramiz, bunisi high-tech deb nomlaganmiz. Shuni ko'rib olsalar ham bo'ladi. Bu o'sha o'rnagan varianti. Qiziq joyga kelib qoldik. Bu patologimizni o'zi biz aytdik, bo'yni 120 deb. Umumiy bu taraf ham 120, bu taraf ham 120. Agar siz patologingiz endi enliroq bo'lsa, bunimizni, ya'ni rombiy shaklda o'rnatsangiz bo'ladi. Ya'ni bunaqangi shaklda, aynan shunaqa o'rnatganingizda patologda 170 sm qismini ya'ni to'ldiradi. Bu degani bu patolog o'sha patologingizni keng qilib to'ldirib turadi. Xo'p, yana bizda yangiligimiz bor. Bu ko'proq deylik buni tunkafonlarga moslagan bo'lsak, bu yangi modelimizni alkabonitlarga mosladik. Hozir ikki xil modelimiz bor bu yerda. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz anchadan beri qiynalib
chiqarolmayotgan modelimiz chiqdi. Mana shu modelimizni asosan alkafonga chiqardik. Alkafon stilda qoqilayotgan patalolarga chiqardik. Buni hamma mahsulotini eng zo'r premium mahsulotlardan ishlatilgan. Foton ham ishlatmadik. Chekkalariga oddiy galagen ishlatmadikda, o'sha hozirgi eng zamonaviy dizaynga tushadigan galagenlardan ishlatganmiz. O'rtadagi akrilimizni ham boshqachalardan qo'yganmiz. Buni bemalol tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa. Alikafonga qo'ysa ham bo'laveradi. Oppoq hozirgi dizayndagi zamonaviy patalolarga mos tushadi, xudo xolasa. Shunga olib chiqarganmiz Farruxbek. Xo'p, narxini necha pulda o'ylaysizlar? Agar hozir taxmin qilib turgan bo'lsalaring, yozsalaring bo'ladi. Demak, tanishtirishni boshladik. Birinchi tanishtirganimiz, ya'ni bu high-tech uslubidagi va bu Venera modellarimiz. Ikkalasi ham narxi bir xil. Agar siz uyingizga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, patologingizga mos olmoqchi bo'lsangiz, siz uchun bu lyustramizni 1 million 100 ming qilib beramiz. Alkafonga moslangan, eng zamonaviy, eng haligi yaxshi mahsulotlardan ishlatilgan bu lyustramizning narxi 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bu o'zi lyustramizni hamma xom ashyolari ham, ya'ni qimmatroq mahsulotdan ishlatilgani uchun nisbatan bundan qimmatroq bo'ladi. Xo'p, agar siz optim olmoqchi bo'lsangiz, aynan shu lyustralarni siz qurilish mahsulotlari sotadigan bo'lsa yoki aynan shunaqangi lyustralarni savdosi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga yana ham kelishtirilgan narxlarda qilib beriladi. Buning uchun quyidagi raqam bilan bog'laning yoki showroomimizga tashrif buyuring. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Satka Kurgida joylashgan. To'liq ma'lumotni shu pastdagi raqamlar bilan aloqaga chiqib olsangiz ham bo'ladi yoki kommentariyaga manzil qayerda deb yozsangiz ham biz albatta javob beramiz. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Bu videoni yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying.